Assalomu alaykum. Quyidagi limitlarni hisoblaymiz. Birinchisi, limit x 0 ga intilganda kasr chizig'i suratda kub ildizi ostida 1 plus x kvadrat minus 1 bo'lingan x kvadrat. Ikkinchi limitimiz. Limit x 0 ga intilganda limit ostidagi funksiya kub ildizi ostida 1 plus x kvadrat minus 4 darajali ildizi ostida 1 minus 2 x taqsim x plus x kvadrat. Uchinchi limitimiz. Limit x 0 ga intilganda limit ostidagi funksiya kasr chizig'i suratda y darajasi sinus 2x minus y darajasi sinus x bo'lingan x. To'rtinchi limitimiz. Limit x 0 ga intilganda limit ostidagi funksiyani suratida y darajasi 2 darajasi 3x minus 1 bo'lingan sinus 2x. Yuqoridagi limitlarni hisoblashda cheksiz kichik miqdorlarning ekvivalentligidan foydalanamiz. X 0 ga intilganda ushbu ekvivalentlik jadvalini yozamiz. Mana shu yerda 9 ta ekvivalentlik jadvalidan foydalanib yuqoridagi limitlarni hisoblaymiz. Birinchisi, limit x 0 ga intilganda kasr chizig'i suratda kub ildizi ostida 1 plus x kvadrat minus 1 mahrajda x kvadrat. Bu teng limit x 0 ga intilganda 8-chi ekvivalentlik formulasiga ko'ra bu limit ostidagi funksiyaning surati 1 taqsim 3 x kvadratga ekvivalent. Demak, bu limitimiz 1 taqsim 3 ga teng. Ikkinchisi, limit x 0 ga intilganda kub ildizi ostida 1 plus x kvadrat minus 4 darajali ildizi ostida 1 minus 2x bo'lingan x plus x kvadrat. Bu yerda limit ostidagi funksiyani suratiga 1 ni qo'shamiz va 1 ni ayiramiz. Demak, kub ildiz ostida 1 plus x kvadrat minus 1 minus 4 darajali ildiz ostida 1 minus 2x minus 1 mahrajda x plus x kvadrat. Yana 8-chi formulani tatbiq etadigan bo'lsak, u holda limit ostidagi funksiyaning suratining birinchi qo'shiluvchisi 1 taqsim 3x kvadratga ekvivalent, ikkinchi qo'shiluvchimiz esa minus 2x taqsim 4 ga. Mahrajni o'zini yozamiz. X plus x kvadrat. Demak, bu limitimiz teng limit x 0 ga intilganda 1 taqsim 3x kvadrat plus 1 taqsim 2x bo'lingan x plus x kvadrat. Endi limit ostidagi funksiyani surat va mahrajni x ga bo'lamiz. U holda limit x 0 ga intilganda 1 taqsim 3x plus 1 taqsim 2 1 plus x. Demak, bu 1 taqsim 2 ga teng. Uchinchi limitimiz. Limit x 0 ga intilganda y darajasi sinus 2 x minus
y darajasi sinus x bo'lingan x. Bu yerda ham suratiga birini qo'shib va birini ayiramiz. U holda y darajasi sinus 2x minus 1 hamda minus y darajasi sinus x minus 1 mahrajda x. Demak, 7-formulaga ko'ra bu ekvivalent bo'ladi. Limit x 0 ga intilganda sinus 2x minus sinus x bo'lingan x. Va birinchi ekvivalentlik formulasiga ko'ra x 0 ga intilganda sinus 2x'imiz 2x, sinus x x ga va bu limit x 0 ga intilganda x bo'lingan x bu barobar 1 ga teng. Va to'rtinchi limitimiz limit x 0 ga intilganda kasr chizig'i 2 ning 3x darajasi minus 1 bo'lingan sinus 2x. Bu limitni quyidagicha yozib olamiz. Limit x 0 ga intilganda 2 ni yozishimiz mumkin. Y ning darajasi natural logaritm 2 va uni 3x darajasi minus 1 va ekvivalentlik formulasiga ko'ra sinus 2x'imiz 2x ga ekvivalent. Va bu yerda 7-formulaga ko'ra limit ostidagi funksiyaning surati demak ekvivalent bo'ladi 3x natural logaritm 2 ga. Demak, bu limitimiz teng bo'lar ekan 3 taqsim 2 natural logaritm 2 ga. E'tiboringiz uchun rahmat.